Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Kaliforniya qizil yomg'ir chuv o'lchanglari yordamida biogum ishlab chiqarish biznesiga qiziqayotgan ko'kalarimiz. Mana bugun chiqaradigan videomiz hozirgi kunda Kaliforniya qizil yomg'ir chuv o'lchanlarini inkubatsiya joylaridagi sotuvdagi holati to'g'risida shu videoning davomiyligida siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Agarda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, pastdagi like tugmachalarini bosib qo'ysangiz, biz chiqarayotgan videolarimiz siz aka-ukalarimizga birinchilardan bo'lib yetib boradi va kimlar uchundir bir foydali video bo'lib qoladi degan umidda videomizni boshlaymiz. Chuvalchang boqish uchun birinchi navbatda mana ko'rib turibsiz, 3-4 oydan o'tgan molni go'ngi ichida mana chalma holatidagi go'nglar ham bor. Bularni bemalol chuvalchanglarga bersa bo'ladi, ya'niki namligini 70-80% ga yetganda chuvalchanglar iste'mol qila boshlaydi. Mana bu inkubatsion joylarimizga, mana bu joylarimizdan chuvalchanglar sotiladi. Bu joylarimizga bugun yangi oziqalar berib chiqdik. Balandligi ham bitta bo'lsa, tepada yana bitta qo'ysa, ikkita shirokka blok balandligida bo'lib ketgan. Bu joyimizdan faqat chuvalchanglarni inkubatsion boqiladi, ya'ni bu joyda ko'paytirib shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimizga yetkazib berish ishlarini amalga oshiramiz. Hozir sizga chuvalchanglarni bir qator holatini shu bioreaktorlarimizdan, inkubatsion joyidan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana usti granula holatiga kelib qolgan. Ko'rinayotgan bo'lsa, boya ko'rgan oddiy molni go'ngini chuvalchanglar shunday granula holatiga keltirib beradi. Chuvalchanglar bu joyimizda tuxum qo'yib tashlagan ekan. Oziqasi kamaygan. Bu joylarimizga xudo xohlasa yangi oziqalarni bersak, mana bunday qilib yana ko'payishda davom etadi. Yangi lichinkadan chiqqan chuvalchanglar ham bor. Ko'rinayotgan bo'lsa, tuxumlar qo'yib tashlagan holatida. G'ijja tuxumlar. Ikkinchi bioreaktorimizni ko'rsatamiz. Videoni uzmagan holatida ko'rsatamiz aka-ukalarimizga. Bu joyimizda ham g'ijja tuxum qo'yib tashlab chuvalchanglarimiz. Tagigacha shunday chuvalchanglar g'ijja holatida. Bu joylarni yop qo'yamiz. Biznes qanday biznes deganda, boya ko'rgan oddiy molni go'ngini chuvalchanglar yordamida qayta ishlanadi. Mana bunday granula holatiga kelgandan keyin dehqon aka-ukalarimiz qo'lda seziladi. Zishlaganda telefonda ko'rinyaptimi yo'qmi? Uchinchi bioreaktorimizdan ko'rsatdik. 4-sidan ham bir qator ko'rsatamiz. Hozirgi kunda chuvalchanglarimizning 1 kvadrati 1 million so'mdan viloyat bo'ylab dastavkalarimiz bor. Ko'rinayotgan bo'lsa, shunday bir zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari. Videoni uzmagan holatida bir qator bioreaktorlarimiz barchasini siz aka-ukalarimizga ko'rsatyapmiz. Mana bu joydan sotuvdik.
sotdik va yangi oziqalar berdik. Shunday bo'lsa ham chuvalchanglarimiz yangi oziqalarga juda zo'r holatda o'tib olgan. Shunday. Beshinchi B reaktorimiz 2, 4, 5, 6-chi B reaktorimiz ekan. Bu joyimizdan bir qator siz aka-ukalarimizga ko'rsatamiz. Mana bu joylarda juda bir zich holatda bo'lib ketgan chuvalchanglar. Yanada zichlashtirish usulidan foydalangan holatida siz aka-ukalarimizga yetkazib berish ishlarini amalga oshiramiz. Tagigacha shunday chuvalchanglar. Deyarli go'sht holatiga kelib olibdi. Shunday ustini yopib qo'ysak, chuvalchanglar qiynalmaydi. Mana bu biznesni boshlaganimizga 5 yildan o'tdi. Shu o'ziga yarasha natijalarni ko'rdik. Xudoga shukr. Tuxumlar qo'yib tashlagan. (2025) yil mart oyida qilinayotgan video. Mart oyini ham mana bugungi sana 12-mart adashmasam. Mana bu 8-chi B reaktorimiz. Sakkizinchi B reaktorimiz ham to'la holatida chuvalchanglar. Yanada zichlashtirish usulidan foydalangan holatida siz aka-ukalarimizga beramiz. Ya'ni banan korobkalarga bir qator to'lgandan keyin tagiga tushadi chuvalchanglar. Shunda ustki holatni olib tashlab, yana ustiga solamiz. Shu holatida deyarli go'sht holatiga kelib qoladi chuvalchanglar. Mana oxirgi B reaktorimiz, ya'ni inkubatsion chuvalchanglar boqilayotgan joyimizdan qilinayotgan video mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, shunday zich holatda bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz uchun 1 kvadrati 2 ta banan korobka hisobida 1 million so'mdan viloyat bo'ylab dastavkalarimiz bor. Tashqarida boqilayotgan chuvalchanglarimiz esa biogumsga ishlanayotgan chuvalchanglar. Mana bu ichkarida bioreaktorlarimizdagi sotilib, siyraklashgandan keyin tashqari holatidagi ham zich holatga kelib qoladi. Ya'ni bu joyimizga noyabr oyida tashlangan chuvalchanglar. Shunday. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Bizda hozirgi kunda Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari hamda dehqon aka-ukalarimiz uchun esa biogums mahsulotlarimiz sotuvi davom etmoqda.